Assalomu alaykum, hurmatli tumandoshlar. Muhtaram yurtboshimiz tashabbuslari bilan joriy oy tozalik va ozodalik oyligi deya e'lon qilindi. Bu oylikdan oqilona foydalanib, bunday imkoniyatdan unumli foydalanib tumandoshlarimiz, tuman aholisi ezgu maqsadlarda birlashib, tumanimizni ijtimoiy, ma'naviy hayotining rivoji yo'liga munosib hissamizni qo'shmoqimiz kerak. Bu oyda ezgu qadriyatlarimiz jonlanadi. Milliyligimiz uyg'onadi. Negaki bizni tozalik va ozodalik bu ota-bobolarimizdan meros bo'lib kelayotgan, qon-qonimizga singib kelayotgan muqaddas qadriyatimiz hisoblanadi. Bu qadriyatni hamisha qo'llab-quvvatlab, yurtboshimizning tashabbuslariga labbay deb javob berib, tumanimizning har bir ko'chasida, har bir qishlog'ida ozodalikni va farovonlikni ta'minlaylik. Qolaversa, atrof muhit va ekologiyamizning tozaligiga o'z hissamizni qo'shaylik. Zero bugungi toza havo kelgusi avlodlarimizning salomatligi uchun muhim ahamiyatga egadir. Men xalq deputatlari Ohangaron tuman kengashi nomidan barcha tumandoshlarimizning ilg'orlikka chorlab qolaman. Ularni o'z hududlarida ozodalikni, tozalikni ta'minlash uchun yosh avlodga ibrat namuna sifatida harakat qilishga undagan bo'lardim. O'zim saylangan Tut qishlog'i aholisini ham tozalik va ozodalik oyligida faol ishtirok etishga chaqirib qolaman. Bu borada keksa nuroniy otaxon va onaxonlarimizdan yosh avlodga nasihatlar qilib, ularni hashar va boshqa tashkiliy ishlarda ezgu maqsadlarda birlashtirishini so'rab qolgan bo'lardim. Negaki bugungi ozodalik ertangi kunimizning farovonligiga zamin yaratadi.